kimdirga uy sovg'a qilish, aytaylik, kimdirga mashina sovg'a qilish, to'yga yordam berish, to'y o'tkazish, bu narsalarni o'tib bo'lganman. Bundan ham kattaroq narsalar qilgim kelyapti. Biz shunga umid qilamiz. Biznes qilib emas, boshqa yo'llar bilan odamlar yaxshi yashashini xohlaymiz. Hamma boyib ketishi shart emas, hamma baxtli bo'lishi shart. Hech qachon bo'lmagan, hech qachon yo'q narsa edi. Boshqa qilganda hamma ustimdan kulgandi. Shunaqa bo'lib qoldi, davr shunaqaga kelib qoldida. Sizda energiyangiz qancha bo'lsa, shuncha pul ishlay olasiz. Nima uchun ba'zida ikkichilar ham ko'p pul topa oladi? Men yaxshi farzandman, men birov uchun yaxshi farzand emasman. Misol uchun qo'yayotgan roliklarim, videolarim men birov uchun emas. Onam uchun bu. Faqat muammo suvlarda nimada desak, ko'pchiligida pul bilan bog'liq bilimlar yo'q. Quruvchilar Samarqandda itak ko'payib ketdi. 100% to'g'ri aytibdi. Chunki so'ysa ham qassob so'yish kerak. Shu uchun ham men o'zim boshlaganim emasda. Bu sohada insonlarda ishonchi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Men shunday o'ylayman. İnsonlarda ishonchi, ularni hayoti, ularni yig'gan pullari, ularni kelajagi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu yaxshi emas. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, Abdulla aka, mana sizni odamlar tabrikchi shoir deb biladi, lekin men bilaman, shu tadbirkorsiz, hamma narsangiz bor. Endi mana e'lon qildingiz, qurilishga kiraman deb. Nima uchun qurilishga kirmoqchisiz? Inson hayoti bosqichlarga bo'linar ekanda. Faqat har doim bolalik, o'smirlik, kattalik, keyin qarilik shunaqa bo'linadi. Hayot o'zi shunaqa ekan, o'sishdan iborat ekan. Hayot. Men buni mana bunday tasavvur qilaman. O'rtoqlarim bilan gaplashganimizda ko'pchilik savol beradiki, nimaga ishing zo'r edi-ku? O'zingning biznesing bor, mazza qilib ishlaysan, pul topasan, hammasi yaxshi. Biznesing yurayapti, zo'r ketyapti, hammasi zo'rsan. Nimaga kerak senga bu soha? Xo'p, maktabda ham 9-sinfda o'qiganingizdan keyin kollejga o'tishingiz kerak. Kollejda 3 yilni o'qiganingizdan keyin institutga o'tishingiz kerak. Bosqichlar bor-da. Meni ham hayotimda bosqichlar bor. Hayotimning boshida sartaroshlik qildim. Abdulla sartarosh edi hayotining boshida. Men sartarosh bo'lganman. Sartarosh tizimida ishlaganman, shogird bo'lganman, sartarosh bo'lganman. Biz bobolarimiz hammalar sartarosh. Bu bobo hunar, ota hunar bizga. Sartaroshlik. Undan keyin ofitsiantlik. Restoran sohasida deylik. Keyin ofitsiantlikdan o'sdik, administrator bo'ldik. Keyin upravляющий bo'ldik o'sha sohada, restoran sohasida. Upravляющийlikdan keyin biznesga o'tdik. Shu marojniy muzqaymoq biznesi, moshincha bizneslari, ular yakuniga yetdi, gul sohasi boshlandi. Gul magazinimiz bo'ldi. Gul magazinimizda qaysidir natijalarga erishdik, keyin Allohim berdi, tabrik degan narsa o'ylab topildi. Tabrik degan narsa paydo bo'ldi. Tabrikda ishladik, tabrikda ma'lum bir darajalarda qozondik, pog'onalarda qozondik. Endi keyingi darajaga o'tadigan vaqt keldi. Endi bu nima uchun? Nimaga aynan qurilish sohasi? Nima uchun zavod emas, nima uchun ishlab chiqarish emas, nima uchun boshqa sohalar emas, misol uchun ko'p sohalar. Yoshligimdan har doim ayojonimga aytardimki, ayajon, men sizga o'zim uy qurib beraman derdim. Doim. Men sizga o'zim uy qurib beraman, baland qavatli uy bo'ladi. Uyimizda ichida liftlar bo'ladi, siz eng yuqori qavatda yashaysiz deb orzular qilardim. Bu orzular shunaqa darajaga keldiki, hattoki shu biznesim gullagan vaqtlar ham 2020, 21, 22-yillar ham ayam har doim aytardilar. Ko'chmas mulk sotib o'g'lim, uy sotib deb. Men aytardimki, ayajon, xavotir olmang. Uyni quraman derdim. Bironta ortiqcha kvartiram yo'q. Bitta ham ortiqcha kvartira, na Toshkentda, na Samarqandda, bironta ham. Men qalbimdan ishonardimki, bu sohaga kiraman, qachondir kiraman. Chunki men havas qiladigan, men istaydigan soha bu. Va nima uchun oldin kirmading? Tayyormasin. Bu sohada insonlarda ishonchi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Men shunday o'ylayman. İnsonlarda ishonchi, ularni hayoti, ularni yig'gan pullari, ularni kelajagi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bu yaxshi emas. Shuning uchun tayyor bo'lishim kerak edi. 2 yil oldin ham boshlamoqchi edim. Shu Karimbek qatordagi restoranlardan birini sotib olganimda, hozir arendaga berganmiz, shu joy ishlayotibdi. O'shan joydan biz qurmoqchi edik sherigim bilan. Dom quramiz deb niyat qildik 2 yil oldin. Ayrim sabablarga ko'ra biz xohlagan proyektga ruxsat bermadilar. Davlat bergan ruxsat bergan proyekt esa bizga nima emas, to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun qolib ketdi u. Qolib ketdi. Keyin yana mehnat qildik, shu resurslarni yig'dik. Kuch yig'dik, do'stlar orttirdim shu sohada. Mana ayniqsa meni akalarim, do'stlarim, ustozlarimiz bor. Xurshid akam To'rayev, Anvar aka, Timirov, Fidas akam borlar, Avenue Plaza, ko'pchilik taniydi. Damir aka borlar. Ko'p quruvchi do'stlarim, akalarim juda ham ko'p va ular bilan tanishib, ularning klubiga kirib, o'rganib,
yaxshi tomonlari, og'ir tomonlari, qiyinlari, oson tomoni hammasini o'rganib, resurs yig'ib, kuchga to'lganimdan keyin mana boshlashga qaror qildim. Shuning uchun insonlarni umuman olganda insonlarni kelajagi bilan yoki insonlarning ishonchi bilan o'ynash niyatim yo'q. Shu sohaga kirdimmi, yoki odamlarni rozi qilish kerak, yoki umuman bu sohaga kirmaslik kerak degan qarorga kelganman. Mana shunaqa. Shuning uchun o'sadi-ku, har bir odam o'sadi-ku aka. Endi biza nima o'zi o'zbeklarda, shu o'zimizda uy bu juda bir vatan deydi-ku, muqaddas deydi. Erishish ham oson emas. Tabrikka qaytmaysizmi? Tabrikdan chiqmayman. Shunday deylik. Tabrikdan chiqolmayman. Menimcha tabrik tark eta olmasam kerak. Chunki tabrik emas, umuman shu sohani deylik, xursandchilik sohasini tark eta olmasam kerak. Chunki o'z planlarimda ham bor, Xudo xolasa nasib bo'lsa, bir necha yildan keyin targoviy развлекательный kompleks quramiz, ko'ngilochar maskan quramiz deyapmiz, katta qilib, Samarqanddami, Toshkentdami nasib qilgani bo'ladi, Xudo xolasa niyatlarimiz bu. Va shu komandam Palmani komandasi keyingi bosqichga o'tadi, umuman katta bosqichga o'tadi. Odamlarni masshtabda xursand qilishni boshlaymiz. Misol uchun hozir bitta xonadonga kirib 10 kishi, 20 kishi, 30 kishini xursand qilayotgan bo'lsak, undan keyin o'sha targov kompleksimizda minglab odamlarni xursand qilamiz. Odamlarning xayolida shunday narsa paydo bo'lishini xohlaymanki, agar shu Palma qurgan targov kompleksiga borsak, qanaqadir bayram bo'ladi. Surpriz bo'ladi, zo'r bo'ladi. Odamlarda shunaqa ishonch bo'lishini xohlayman. Shunga qarab harakat qilib ketyapmiz. Xursandchilik bo'ladi u joyda. Hamma o'sha yoqqa borishni istayman. O'sha bola chaqasini, oilasini olib, hech bo'lmasa haftada bir marta bayram qilishni xohlayman. O'zim shunga yaxshi ko'raman bayramlarda, xursandchilik, odamlarga xursandchilik ulashishni. Shuning uchun niyatlarim orasida shunaqasi bor. Shuning uchun bu sohani tark eta olmasam kerak. Bu, bilasizmi nima? Bu men uchun biznes emas. Bu men uchun shunchaki biznes emas. Bu meni ichim, o'zim. Meni asliyatim. Menga yoqadi insonlar xursand qilish. Nima uchun o'zi bu soha paydo bo'ldi? Qanaqa qilib paydo bo'ldi desangizga, shu yaxshi ko'rganim uchun. Odamlarni xursand qilishni yaxshi ko'rganim uchun. Atrofimdagilarni birinchi o'rinda. Atrofimdagilar, do'stlarim, hamkasblarim, qarindoshlarim, obunachilarim, meni taniganlar, yaqinlarim, qo'shnilar va hokazo. Keyin mana shu masshtabni kengaytiribki, butun O'zbekistonni xursand qilishni boshlaymiz-da. Kuchimiz yetsa nasib bo'lsa. Nasib qurilishni qilgan paytingizda ham tabrik bilan shug'ullanasiz. Da bu parallelni ketadi degan niyatim bor. Chunki qurilishga kirishimda ham asl sabab bir tomon shunda. Hozirgidek aktivni bo'lmasa ham. Yo'q. Ha, sal boshqaroq ko'rinishda bo'ladi. Qarang-da aka, Amerika. Nima uchun o'z qurilishga yana kiryapman? Sabab bor-da. Insonda orzular bo'ladi-ku, niyatlar bo'ladi-ku. Mening niyatlarim hammasi ko'pchiligi bog'langanki, odamlarni xursand qilishga. Yaxshiliklar qilishga, odamlar qo'ldan kelgancha xursand qilishga. Uni energetikasi boshqacha-da. Uni his qilgan odam mana kimdirni xursand qilib, energiyasini olgan odam biladi. Oddiy bir kishiga gul bersangiz ham qanday xursand bo'lsa, energiya olasiz. Endi tasavvur qiling, menda bu narsa уже o'tib bo'lgan. Gul berish, kimdirga uy sovg'a qilish, aytaylik, kimdirga mashina sovg'a qilish, to'yga yordam berish, to'y o'tkazish, bu narsalarda o'tib bo'lganman. Bundan ham kattaroq narsalar qilgim kelyapti. Masshtabli narsalar qilgim kelyapti. Bularda hammasiga resurs kerak. Shunday. Menda esa bu hozircha kamroq. Men bu resurslarni ko'paytirmoqchiman, yordam bermoqchiman. Odamlarning xursandchiligiga, odamlarning hayotini yaxshilashga, buni energetikasi boshqa. Bo'lmasam, insonga ko'p pul nimaga kerak? Mazza qilib ovqat yeyman, eng zo'r ovqatlarni yeyman, dahshat yashayman desangiz $100 yetadi kuniga. Mazza restoranda ovqatlanaman, mazza qilib yashayman desangiz $100 kuniga yetadi. Keling, mana har kuni $200 dan yesangiz ham $6000 bir oyga bitta oilaga. Mana shunday yetadi. Mazza qilib yashashga. Mana $10,000 mana. Undan ortiq nima qilasiz? Odamlar xursandchiligiga kerakdi. insonlarga yordam bera olsangiz, xursand qila olsangiz, atrofdagilaringiz, sizga suyangan, sizga ishongan odamlarning hayotini yaxshilasangiz, siz o'sha qurayotgan binolarda odamlar o'zini hayotini ko'ra olsa, mazza qilib yashay olsa, yana men bilasizmi nima deb o'ylayman? Mana shu qurilishga prosta uy qurish endi yetmaydi. Agar misol uchun hozir menga o'xshagan yosh tadbirkor yigitlar qurilishga kirmoqchi bo'lsa, men ularga maslahat bermoqchiman. Endi shunchaki uy qurish bo'lmaydi. Endi prosta tak uy qurganingiz bilan siz zo'r bo'la olmaysiz. Ya'ni yordam bera olmaysiz xalqqa. Sizning qanaqadir yordamingiz tegsa xalqqa, sizga pul beradi. Bo'lmasa hech kim pul bermaydi. Ahmoq odamning o'zi yo'q. Xo'p, menga o'xshab qurilishga kirmoqchi bo'lgan ukalarimizga, do'stlarimizga shunaqa maslahatki, men o'zimda o'tayapti hozir boshimdan. Endi shunchaki uy qurish bilan bo'lmaydi. Prosta 4 ta binoni betonni bunday qilib, g'ishtni bunday qilib qo'yib qo'ysangiz agar endi yetmaydi. Endi odamlarga o'zini baxtli his qilishi uchun sharoit kerak. Ular kelajakka ishonishi kerak. Siz o'sha qurayotgan binolaringizda. U binolardan yana foyda ham qilish kerak insonlar. Qanaqadir foydasi bo'lishi kerak insonlarga.
Va mana shu konsepsiya bo'yicha men endi ishlamoqchiman. Shunday. Xudo xohlasa. Shunday. Odamlar shunchaki Endi yashash uchun shunchaki- emas. Odamlar shu katta bir baxtli bir katta oilani bir qismi bo'lishini istayman. Biz qurayotgan domlarda shu Hamjamiyat. kelgan odamlar hamjamiyat, ha. Shu kelgan odamlar o'zini baxtli his qilsin. Baxtli his qilish uchun nima kerak? Odamga dunyo narsa kerak emas o'zi aslida baxtli his qilish uchun. Yashayotgan odamlar uchun bir sharoit kerak. Qanaqa sharoit? Shu sport bilan shug'ullanish uchun imkoniyat bo'lsa, domini oldida, ha, cho'miladigan bir basseyni bo'lsa, domda oldida, aytaylik, o'zi uchun, o'sha domni o'zida, bir bolalari uchun qanaqadir bir maydagina zaparkcha bo'lsa, bolalari shu mas'uliyatni his qilsa, bolachalar o'shada yashaydigan bolachalar shunga qarasa, shu nimaga hayvonlarga qarasa, ovqat bersa, mas'uliyatni his qilsa, bir qanaqadir общий transport bo'lsa shu dom uchun. Qanaqadir bitta avtobus bor, shu bolachalarni misol uchun o'sha aytgan lokatsiyasiga olib boradi, olib keladi. Qulayliklarda dunyo narsa emas. Mana shu qulayliklar kerak. Mana shu qulayliklar odamni bir sharoitini, o'zini yaxshi his qilishga, baxtli his qilishga yordam beradi, ko'mak beradi. Hozir esa o'zi shunchaki dom qurish yetmaydi. Endi boshqacha qarash kerak dunyoga. Dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagidek zo'r sharoitlar, imkoniyatlar qilish kerak. Meni niyatim shunaqa. Odamlar, bilasizmi, bizning domlar, xudo xolasa qurgan domlarimizda baxtiyor his qilish uchun hamma imkoniyatlar bo'lishini istayman va qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Shunchaki uy olishni istamaydi endi. Shunchaki to'rtta devorni xarid qilishni xohlamaydi. Ular endi komfort istaydi, baxtli hayot istaydilar, kelajak xohlaydilar, rivojlanishni xohlaydilar. Farzandlari mana shu joyda o'sishini bilishi kerak. Mana shu maskan ularning farzandlarining o'sishi uchun barcha imkoniyatlar bor. Odam kelajak uchun yashaydi, kelajakda yaxshi bo'lish uchun yashaydi. Shunday proyekt qilish kerakki, o'sha proyektda insonni farzandlari o'sha yerda o'sa olsin. Ishonsin, bezopasno bo'lsin, rivojlana olsin. Xo'p, Abdulla aka, qurilishga kirayotganingizni e'lon qilgan videongiz tagiga izohlarga yozishgan savollar bo'lgan, shularga biroz javob bersak. 99% quruvchilar aldaydi, xohlaganidek insonlarni va'dalarni beradi, lekin juda afsuslandim bir ikkitasidan olib. Palmadan Murad Building'dek sifat va ishonch kutaman deb yozgan. O, katta rahmat. Ishonch uchun birinchidan kattakon rahmat. Kutayotganlaridan. Xudo xohlasa, Allohim yuzimizni yorug' qilsin. Niyatimiz ham to'g'ri, shu odamlarga bir yordam beraylik deymiz. Assalomu alaykum. Odamlarga odamlar o'tib ketyapti-da, qo'l ko'tarib. Odamlarga yordam berish, ularning ishonchini oqlash o'zi birinchi o'rinda niyatimiz ham. 99% quruvchilar aldaydi deganda ozginagina bu yerda to'g'rilab o'tmoqchiman, fikrimni bildirmoqchiman. Shu sohada 2 yildan beri ichida yuribman, o'rtoqlarim, do'stlarim bilan tanishib, gaplashib. Ko'p quruvchilar aldamaydi, shunchaki oxiriga yetkaza olmay qoladi, majbur bo'lib qoladi. Bir plan qiladi va shu plan o'xshamaganligi uchun unda B plan bo'lmaydi. Bitta plan bo'ladi, A plan faqat. Unda B plan yo'q. Shu A plan bo'lmaydi va keyin puli bor mard, puli yo'q nomard deganda, puli qolmagandan keyin qurilishni davomini qilishga, qurilishni bitkazishga puli bo'lmagandan keyin har xil muammolarga duchor bo'laveradi-da. Odamlarning ko'zida keyin u aferistday bo'lib qoladi, aldamchiday, yolg'onchiday bo'lib qoladi. Aslida ular shu B planni qilmaganligi uchun-da bu narsa. Aldayman deb boshlamaydi hech qaysi quruvchi o'zi aslida. Mana odamlarni aldab pulni olaman, o'g'irlab ketaman deb hech kim bunday boshlamaydi. Hamma yaxshi niyat bilan boshlaydi. Faqat muammosi ularda nimada desa agar, ko'pchiligida pul bilan bog'liq bilimlar yo'q. Ko'p mana bilamiz 3 kishi, 4 kishi, 5 kishi bo'lib sherik bo'lib yosh yigitlar, o'zimiz qatori o'zimizdan ham yoshlar 3 yil 4 yil ilgari bo'lgan gap bu. Kimdir buncha tashab 4-5 kishi bo'lib birgalashib bitta dom quramiz deb domni qurib, keyin salgina foydaga kirgandan keyin foydaga talashib, bu maniki deb o'rtada keyin dom bitmay qolib, bunisi pulini olib ketgan, bunisi pulini olib ketgan. Kimdir nomida bo'lsa agar u qolib ketib boshida ancha tashvishlarga tushdi-da. Shuning uchun pul bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarda bilimlari yetarli bo'lmaganligi uchun ko'p yosh quruvchilar, endi kattalar emas, yosh quruvchilar, bizga o'xshagan yoshroq yigitlar bor, orzu havas qilib, kiraman, zo'r bo'lib ketaman deb, tez zo'r bo'laman, tez boy bo'laman degan biz qatorlar ayniqsa 2 yil, 3 yil oldin juda avjiga chiqqandi bu narsa. Shularni nazarga tutib aytyaptilar 2 yil, 3 yil. Hozir endi bunaqa narsa yo'q, davlat ham qo'ymaydi endi. Endi davlatimiz ham endi bo'ldi, unaqa davrlar o'tib ketdi endi. Endi bo'ldi. İnsonlarda aldashda imkoni yo'q o'zi. Davlat o'sha hamma tomonlarini straxovka qilib qo'ygan. Davlatimiz. Xo'p. Keyingi kommentariyimiz, men bilganim, birinchisi moliyaviy jihatdan puldan muammo bo'lmaydi sizda. Ikkinchisi bilganim, agar sizdan uy olsam eng kamida aldanmayman. Biz sizga ishonamiz. Mana shu kommentariyalar uchun o'sishim kerak-da. Mana shu insonlar uchun harakat qilishim kerak, hech bo'lmasam.
Albatta negativ bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Negativ hamma joyda bor. Hamma shu nollikda negativ bo'ladi, boshqa qiladi. Lekin 50 ta negativ bo'lsa-yu, 50 ta yaxshi odam bo'lsa agar, siz yaxshi odamga fokus qaratishingiz kerak. Mana shu Donald Trumpni biladi-ku, ammo shunga hayron qolaman-da. O'zi istaganday dunyoni aldab yotibdi. O'zi istaganday. Bu nima degani bilasizmi? Farqi yo'q odamlar fikri nima ekanligi. Siz qanday o'ylasangiz agar, siz qanday vоспринимать qilsangiz agar bu narsani, shu bo'layotgan hodisalarni qanday qabul qilsangiz shu muhim. Men yutdim deydi, men Eronni yutdim deydi, men zo'rman deydi. U shuni qabul qilyapti u. Bu yerda ikkiga bo'lingan-ku. Misol uchun bir Amerika yutqazdi, Amerika yutdi degan ikkiga bo'lingan-ku fikrlar. U esa misol uchun men yutdim deydi. U yutganlar yutdim degan fikrga tarafdor. Negativga ham xuddi shunday qarash kerak deyman. Negativ bor, pozitiv bor. Pozitiv fikrlaydigan bizga ishongan odamlar bor. Ular uchun ishlashimiz kerak bizlar. Negativlarga bir nimani isbotlash uchun emas. Mana shu insonlar uchun ishlashim kerak. Shu insonlar uchun harakat qilishim kerak. Hech bo'lmasa shu insonlarning ishonchini oqlash uchun. Quruvchilar Samarqandda itak ko'payib ketdi. Hamma o'z ishini qilsin. Yaxshiroq deb o'ylayman, chimchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Ha, zo'r aytganlar. 100% to'g'ri aytyaptilar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'yish kerak. Shu uchun ham men o'zim boshlaganim emas-da. Uy qurilishi ham toza o'yinchoq bo'lib ketdi. Juda ham to'g'ri aytganlar. O'yinchoq bo'lib qoldi. Shunaqa. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Nima uchun Yevroplaza Group bilan birgalashib boshlayapmiz? Uchun qarib 10 yillik tajribasi bor bu sohada. Bir nechta targ'ov komplekslarni qurganlar, vodiyda qurilishlar ketyapti, Samarqandda katta proyektlari bor, Yevroplaza obyektlarida, Yevroplaza Groupda. Firdavs akam juda ham ancha yildan beri bu sohada mutaxassis va resurslari ham shunga yetarli. Men esa rivojlanish sari, o'sish sari atrofimda menga ishongan mana shu insonlarni ishonchini oqlash uchun harakat qilyapman. Men qo'limdan keladi deb ishonaman. Nima uchun? Allohga oson. Yana bitta obunachimiz, bu insondan bemalol uy olardim, mablag'im bo'lganda, chunki bu inson onasini va yaqinlarini doim rozi qilib yurgan, insonni qadrlaydigan toifasidan. Bunaqa ko'p yaxshi kommentariyalar. Men rahmat aytmoqchiman bu kommentariy uchun, bu ko'nglimni ko'taradi. Men bitta narsaga ishonaman. Men nima uchun Instagramlarda ko'rsataman, onamni, profillari bor, hamma taniydi, opa-singillarimni, oilamni ko'rsataman, men undan qo'rqmayman. Oilamni ko'rsatishdan qo'rqmayman hech kimdan. Nimaga? Chunki men ularni podvozit qiladigan ish qilganim yo'q shu vaqtgacha. Oilamizni nomiga dog' tushiradigan ish biror marta qilganim emas. Nimadan qo'rqaman? Nimadan uyalaman? Men bu kishining fikrlariga juda minnatdorman. Va bunaqa insonlar juda ham ko'p meni qo'llab-quvvatlaydigan. Shu hayotim boshlanibdiki, mehnatni boshlabmanki, biror marta oilamiz nomiga dog' tushiradigan ish qilganim emas. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa qilmayman. Bitta insonning haqqini yemadim. Birorta insonga xiyonat qilmadim. Birorta insonni aldab pulini olmadik. Faqat yaxshiliklar, qo'limizdan kelgancha yaxshiliklar qilyapmiz. Qo'limizdan kelgancha. Hozir shunchaki kommentariyada menga ishonib yozgan odamlarga ham men ishonch bilan ayta olamanki, sizlarning ishonchlaringizni oqlayman. Mas'uliyatli bo'lishga va'da beraman. Zo'r. Xo'p. Keyingi obunachimiz lokatsiya bo'yicha so'ragan ekan. Abdulla aka, Shirin, Zalili, parkka qaragan Moj Danilager. Meni tabiatimda bitta narsa bor ekan. Hamma yopishgan narsaga yopishmayman. Bilmayman nima uchun. Hech kim qilmagan ishni qilgim keladi. Hamma qilgan ishni qilsam agar u kopiya bo'ladi. Men hech kim qilmagan narsalarni qilishni yaxshi ko'raman. Juda ham to'g'ri aytganlar. Chunki so'ysa ham qassob so'ysin, quruvchilar ko'payib ketdi, ha? Men nima qilaman? Yana bitta navbatdagi oddiy uy quradigan odam bo'lib nima kerak? Men qolganlardan farqim nimada bo'ladi agar men ham hamma qilayotgan domni prosta toshday domni qurib qo'yadigan bo'lsam agar. Shunaqa sharoitlar bilan. Mana bunaqa sharoit bor, bunaqa sharoit bor, bo'lib to'lash bor, mamday bor, olmishoyga bor. Nima qolganlardan farqim nimada bo'ladi? Hamma shuni qilyapti. Yo, men hamma yopishgan joyga, hamma qilgan joyga qilgim kelmaydi. Nimadir yangilik qilgim keladi. Nimadir o'zgarish qilgim keladi. Umuman hamma yopishayotgan joy emas, qarama-qarshi narsani qilib, o'sha narsani zo'r qilishni xohlayman. Tabrik ham xuddi shunaqa proyektlardan bittasi. Hech qachon bo'lmagan, hech qachon yo'q narsa edi. Boshda qilganda hamma ustimdan kulgandi, hech kim ishonmagandi bu proyekt yurib ketishiga. Xudoyimni qo'lida. Ol qulimni buni bersa agar zo'r ketasiz. Shuning uchun niyatimiz yaxshi. Biz hamma qilayotgan narsani emas, umuman boshqacha yo'nalishda yangilik qilish, qurilish sohasida ham yangilik qilishni xohlayman. Qurilish sohasida ham zo'r narsa bo'lishini, yaxshi proyekt, umuman qarama-qarshi lokatsiyada bo'lishini xohlayman. Hamma borayotgan lokatsiyada emas.
boshqa lokatsiyada bo'lishini xohlayman. Albatta, yog'larda ham bo'ladi proyektlarimiz, ha, u yog'larda ham bo'ladi. Lekin birinchisi boshqa bo'lishi kerak. Birinchisi o'zgacha bo'lishi kerak, xudo xolasa. Zo'r narsa lokatsiyamiz aniq hozir. Yaqinda e'lon qilamiz lokatsiyani, xudo xolasa, nasib bo'lsa. Shunaqa zo'r joy, shunaqa yaxshi lokatsiya o'zimga yashaydigandek qilib quryapmiz. Quraman nasib bo'lsa. Xo'p, keyingi obunachimiz yana bitta yaxshi savol beribdi, o'ylantiradigan. Shu paytgacha zo'r ketayotdingiz. Shu sizga kerakmi? Yaxshilab o'ylab ko'ring, debdilar. Katta rahmat. Men do'stlarim mana shunaqa savol berganda men bunday javob beraman-da. Tasavvur qilsam 9-sinfda o'qiding, 9-sinfdasan. 9-sinfda yana qayta o'qigan keladimi? Yoki bo'lmasa bitta film bor, qanaqadir film. Har kuni shuni qayta ko'rging keladimi? Yoki bo'lmasa qanaqadir o'yin bor, senga yoqadi, uni qayta o'ynaging keladimi bu narsani? Yo'q. Uni bosqichlarini o'zgartirish kerak. Hayot bosqichlaridan iborat. Biz butun umr yosh bo'lib qolmaymiz. Ha, yoshlik zo'r. Ha, yoshlik, beboshlik, beg'uborlik zo'r, lekin katta bo'lish kerak, qabul qilish kerak. Agar siz 40 yoshda bo'lsangiz, lekin hali ham 20 yoshli boladek o'zida tutsangiz agar, bu yaxshi emas. Endi yoshimga yarashadigan ishni qiladigan, yoshimga yarashadigan darajaga o'tadigan, o'zimga, asliyatimga mos, odamlarga foydasi tegadigan darajaga o'tishim kerak, qiyinroq darajaga o'tishim kerak. Ilgari misol uchun mana bunda mas'uliyat olgan bo'lsam, hozir kattaroq mas'uliyatni oladigan vaqtga keldim. Men mas'uliyat olishdan qo'rqmayman. Mas'uliyat olaman. Kattaroq mas'uliyat olgim kelyapti. Mana shunaqa-ku. Abdulla aka, mana Palmada shaharda eng qimmat xizmat ko'rsatayotgan kompaniyalardan bittasi. Uylaringiz ham shunaqa bo'ladimi? Qimmat. Palma ko'pchilik biladi, 2017-yilda tabrik to'lab topgan. 2018-2019 juda topga chiqqan edi. $15 edi tabrigimiz. Butun jamoa bilan $15 ga borardik. Ya'ni o'sha vaqtda 150 ming so'm, 160 ming so'm pul. 150-160 ming so'mga borardik. Bu bosqich o'sib bordi. Bosqich zo'r bo'lib bordi. Nimaga? Birinchi bosqich, keyin ikkinchi bosqich. Men har doim o'sish tarafdoriman. Narvonga chiqayotganingizda birdan 10-chi nimasiga pog'onasiga oyog'ni qo'ya olmaysiz. Navbat bilan chiqiladi. Qurilish ham xuddi shunday bo'ladi. Qurilishda zo'r narsa yasaymiz, arzon qilamiz. Zo'r narsa yasaymiz, arzon qilamiz. Lekin zo'r narsa arzon bo'lmaydi. Biz ham shu narsani qilamizda. Biz men shu stereotipni olib tashlamoqchiman. Bo'ladi. Lekin bu vaqtinchalik. Boshida. Birinchi bosqich shunaqa, keyin ikkinchi bosqich yana qiyinlashadi. Uchinchi bosqich, to'rtinchi bosqich. Asosda o'sib borganimizda uylarimizda ham narx o'sib boraveradi. Men aytayotganimki, shu birinchi bosqichda uy olgan odam, mana shu uchinchi bosqichga chiqqan vaqtda, to'rtinchi bosqichga chiqqan vaqtda men bilan birga o'sayotgan bo'ladi. Bu uylar misol uchun aytaylik, kvadratini deylik misol uchun 8 milliondan xarid qiladigan bo'lsalar, hozir 1-2 yildan keyin уже 16-17 million bo'ladi un kvadrat. Biz shunga qarab harakat qilib ketyapmiz. Ya'ni insonlar foyda qilish kerak. U shunchaki yashash kerak emas. Uyda yashab turib foyda qilayotganligini bilish kerak. Mana shu narsaga olib boramiz. O'sha proyektimizda atrof faqat infrastrukturalari, atrofi, rivojlanishi hammasi zo'r bo'lib boraverish kerak. Shu proyektda. Shu proyektda atrofida faqat ishlaymiz. Shunaqa. Brend ustida ishlaymiz. Brendga nisbatan ishonchli ustida ishlaymiz. Narx oshib boraveradi, xudo xolasa. Zo'r qilib, lekin arzonroq. Boshida shunaqa. Birinchi bosqich shunaqa. Qo'ldan kelgancha. Zo'r. Shunaqa aka. Abdulla aka, omadga ishonasizmi? Avval ishonmasdim, hozir ishonaman. Tushuntirib beraman. Ilgari hech narsam yo'q vaqti omad yo'q deb o'ylardim. Mehnat qilishim kerak. Men shunaqa qattiq mehnat qilishim kerakki, omadga erishish uchun derdim. Mehnat qilib, azoblarni o'tib omadga erishganimdan keyin tushunib yetdimki, bu mehnatni hamma qilar ekan, faqat omad Xudo tomonidan berilar ekan. Loyiq bo'lsang erishasan. Shunaqa. Hayotda missiyangiz nima deb o'ylaysiz? Oliy maqsadim bor. Yaxshiliklar orqasidan tarixda qolishni istayman. Tarixda qolishni xohlayman. Faqat yaxshiliklar orqasidan. Abdulla aka, pul siz uchun nima? Energiya manbai. Energiya olishim uchun yana bitta instrument. Qulay bir instrument, juda qulay instrument. Energiya olishim uchun. Energiya bu inson mamlakatda parallelni narsada energiya bu teng pulga tengda hozir. Shunaqa bo'lib qoldi, davr shunaqaga kelib qoldida. Sizda energiyangiz qancha bo'lsa, shuncha pul ishlay olasiz. Nima uchun ba'zida ikkichilar ham ko'p pul topa oladi? Bilimi bo'lmaganlar ham. Energiyasi kuchli-da uni. Energetikasini ortidan ko'p odamlarni o'ziga jalb qiladi. Ishonchini oqlaydi, jalb qiladi, mehnat qiladi, pul topadi. Shuning uchun pulni sarflab energiya olaman. Bir energiya olish manbai, resurs.
Abdulla aka nima deb o'ylaysiz? Hamma biznes qilsa boyib ketishi mumkinmi? Biz shunga umid qilamiz. Biznes qilib emas, boshqa yo'llar bilan odamlar yaxshi yashashini xohlaymiz. Hamma boyib ketishi shart emas, hamma baxtli bo'lishi shart lekin. Hamma baxtli bo'lsa agar zo'r. Hamma boy bo'lishi uchun boy bo'lish shart emas. Yo'q, baxtli bo'lish uchun boy bo'lish shart emas o'zi aslida. Mana misol uchun Yevropa davlatlarida odamlar boy emas, lekin baxtli. Ko'p davlatlarda. Misol nima uchunsa daromadi yaxshi-da. O'ziga yetarli pul topadi. Kimdir 3000, kimdir 4000, kimdir 5000 yevro pul ishlaydi. O'ziga yetadi va u baxtli. Boy bo'lish shart emas. Baxtli bo'lish shart inson. Tarixda qolishim kerak dedingiz, qaysi nom bilan qolmoqchisiz? Eng zo'r ideal farzand timsolimi yoki ko'pchilikka yordam berayotgan biznesmen? Insonlarga yordami tegadigan shaxs sifatida tarixda qolmoqchiman. Yaxshi farzand sifatida esa bu onam uchun bo'ladi, birov uchun emas. Men yaxshi farzandman, men birov uchun yaxshi farzand emasman. Misol uchun qo'yayotgan roliklarim, videolarim men birov uchun emas. Onam uchun bu. Ayamga isbotlamoqchiman. Ayajon, siz yaxshi farzandni dunyoga keltirdingiz. Rahmatim bu. Shu meni shu dunyoga keltirganlar uchun. Bu mening minnatdorchiligim, bu mening rahmatim, bu onam uchun yaxshi farzand bo'lgan. Tarixda qolish uchun esa insonlar uchun harakat qilishim kerak. Ularga isbotlashim kerak. Abdulla aka ofisda kitoblarni to'ldirib qo'ygansiz xonangizga. Ular bezak uchunmi yo o'qib turasizmi? Yo'q, u yerda o'qigan kitoblarim va o'qimoqchi bo'lgan kitoblarim bor. Hammasini o'qiyman. 3 ta kitob maslahat bering. Zo'r. Hamma uchun to'g'ri keladigan kitoblar bor. Hamma uchun. Hamma yaxshi yashashni, o'zini ustida o'sishni, rivojlanishni xohlaydigan insonlar uchun 3 ta kitob bor. Birinchisi Magiya Utra, tong sehri. Nima uchun barvaqt turish kerakligini odam tushunadi va nima qilish kerak. Ertalab turib, Hell Elder, Magiya Utra, tong sehri. Ikkinchisi atom odatlar. Mayda qadamlar sizni o'stirishini tushunib yetasiz va u eng muhim ekanligiga e'tibor qaratasiz. Uchinchisi, men uchun juda ham kuchli kitob bo'lgan, pul bilan munosabatni tushuntirib beradigan kitob. Bogатый papa, бедный papa. Boy ota, kambag'al ota, Robert Kiyosaki sizga pul nima, qanday qilib muomala qilish kerak ekanligini tushuntirib beradi. Bazada bu. Bu baza bular. 3 ta kitob baza. O'qiysiz, mazza qilasiz, pushaymon yemaysiz o'tkazgan vaqtingiz uchun. Bu kerak. Xo'p, Abdulla aka kecha aytdingiz, mana biz Zomindamiz, syomka qilyapmiz, mehmonxonada joylashganmiz va kechasi kino ko'rdim dedingiz. Nima kino ko'rdingiz? Zo'r. Kecha Epstein haqidagi bitta filmni ko'rdim. Shu Epstein ostrovi bo'laku, juda nima deydi? Qiyin film. Uni ko'rish, tomosha qilish o'zi qiyin. Men uni kino ko'rmaydigan, kinoman bo'lmagan insonga tavsiya bermayman. Hamma ko'radigan kinolarni tavsiya qiling. Birinchi kino Области tmi. Uni o'zbek tilida bilmayman qanaqa bo'ladi. Bu insonni aqlini qanchalik nimalarga qodir ekanligini ko'rsatadigan kino. Uni har bitta odam ko'rish kerak. 100% tavsiya beraman. Ikkinchisi Погоня за счастьем. Yerda iroda, mujistonность, erkaklik, qat'iyat, tirishqoqlik, oila uchun kurashish, kelajak uchun harakat qilish va qiyinchilikdan nima qilib bo'lmasin shu botqoqdan chiqishni yo'li erkak kishiga. Qiynalayotgan odamlar o'zini ko'rish kerak. Hayotda qiyinchilik bo'lgan bo'lsa kerak. Uchinchisi bor. Поймай меня, если сможешь. U kino inson psixologiyasini, so'z, psixologiya, insonning psixologiyasini o'rganish qanchalik kerak ekanligi. Agar inson psixologiyasini bilsangiz, kerakli joyda kerakli gapni ayta oladigan bo'lsangiz, agar istalgan eshiklar siz uchun ochilib ketish mumkinligini o'rgatadigan, tushuntirib beradigan film. Shu 3 ta filmni men bor kuchim bilan tavsiya qilaman. Zo'r. Bo'ldi. Hammaga kattakon rahmat.